Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Glory be to Allah, all praise to Allah. There is no God but Allah. Allah is great. All power and might belong to Allah. Marhaba ey shahr Ramazon. Bu oy mehr oqibat oyi. Dar haqiqat qay birini aytaylik? Qarindoshlik rishtalarinimi, muhtojlarning ko'nglini olishnimi, saxovatnimi, hurmat ehtiromni aytaylikmi? O'zaro ahillik, oliy janoblikni aytaylikmi? Axir bizlar musulmonlik, odamiylik fazilatlari qon-qoniga singib ketgan ulug' zotlar naslidanmiz. Ta'bir joiz bo'lsa, dinimizda, millatimizda oilaning o'rni qanchalik yuksak ekanligini butun dunyo bizdan ibrat oladi. Bizlar hammamiz shu aziz vatan farzandlari, bir oila a'zolarimiz. Shunday ekan, mahalladagi hech qaysi xonadon bizlarga begona emas. Mustaqil yurtimizning farovon go'shalarida kezar ekanmiz, qalblarni surur qoplaydi. Bu tarovat va barakalarning hammasi yurtimiz tinchlik va osoyishtaligining samarasi emasmi? Xalqimizning dinimiz arkonlarini bemalol ado qilib, emin erkin nafas olib, xotirjam yurishlari istiqlol sharofatidan emasmi? Shu bois aziz vatandoshlar, bu tinch osuda hayotning qadriga shukronalar aytib, fazilatli Ramazon oyida mehr oqibatni yanada kuchaytiraylik. Bu safargi Ramazon oyimiz yana shu bilan sharafliki, mustahkam oila yili deb nom olgan yilda yurtimiz mo'min musulmonlari o'z oilalarida ahillik, totuvlik, tarbiya va ruhiy farog'at qaror topishdek ezgu niyat yo'lida yashamoqdalar. Oila a'zolari o'rtasida mehr oqibat, totuvlik, o'zaro hurmat barqarorligi, bolalarga go'zal tarbiya berish, yosh oilalarga turmush saboqlarini erinmay o'rgatish kabi omillarning ro'yobga chiqishi eng avvalo biz kattalarga bog'liq. Shu bois elimiz uning qo'lidagi mol dunyo Alloh bergan rizq ekanini yaxshi biladi. Parvardigor bergan rizqdan o'zining zaif hol, muhtoj birodarlariga mehr shafqat ko'rsatib, xayr ihson qiladilar va bir-birlariga yanada mehr oqibat ko'rsatadilar. Qalb qarosin poklaguvchi qor bo'lib kel Ramazon, muhabbatla chertilguvchi tor bo'lib kel Ramazon, rahmat oyi shafqatlari bor bo'lib kel Ramazon, 12 oyning sultoni sor bo'lib kel Ramazon.